Monjaro. Она нашумевшая, модная, самая болезненная tema Monjaro. Hech qanaqa qarshiligim yo'q. Monjaro, Trizetta, Ozempic qarshiligim bular samostoятельно o'zaro qilayotganinglar. Bitta qarshiligim shu. Kosmetologlar qilyapti, o'zinglar aptekadan sotib olib qilyapsizlar. Ko'p savollar bilaman, ko'p bu narsani tushuntirib o'tganman, lekin Ziretga qayta savol kelayotgani uchun yana bir marta bu temani ko'tarib yaxshilab tushuntirishga harakat qilaman. Preparat yomon preparat emas, lekin bu dori. Har bitta dorini foydasi bor edi, zarari ham bor. Shuning uchun qarshiman. Har bitta doriga men qarshiman. Hamma narsaning tabiiy yo'li bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ko'plar noto'g'ri qilyapti. 2,5, 7 ga chiqib qolsalar deb to'xtatib qo'yasizlar. Bu organizmingizga juda ham katta zarar bo'ladi. Hamma narsani to'g'ri qilsanglar, foydasini ko'rasizlar. Ya'ni avvalambor 7 ga chiqmaslikka harakat qilinglar. Sizlar o'sha sotayotgan odamlar, они просто завозят препарат, они не врачи. 7 bu juda ham vesi balonlarga. Sizlar 70-75 vaznda 7 dozaga chiqib olsizlar, bu juda katta xatolik. 5 ga chiqinglar-da, mana 1 oy, 1,5 oy 5, keyin vazrat, ya'ni 2,5, 1 oyda bitta qilib выход qilinglar. O'shanda sizlar to'g'ri chiqib ketasizlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, savol. Monjaro yordam beradimi? Monjaroda qancha ozaman? Men hech kimga aytmayman Monjaroda 8 kilo yoki 5 kilo. Hamma narsa individualniy. Hamma organizmi individual. Hammaga tushuntirib o'taman. Kimnidir davleniyasi 90 ga 60 bu norma holat bo'lsa, kimdir 130 ta o'zini 130 davleniyada o'zini yaxshi holatda his qiladi. Xuddi shunaqa narsa. Kimgadir sitramon bosh og'rig'ida yordam bersa, kimgadir sitramon yordam bermaydi, faqat analginni ichib yuradi. Xuddi shunaqa ko'plar olib, men umuman foydasini bilmadim, men ozmadim, hatto endokrinolog menga yozib berdi deyshadi. Bu preparatni qalbaki ekanligidan dalolat emas. Bu preparat siz organizmingizga to'g'ri kelmadi degani. Поэтому men hech kimga shuncha yoki shuncha ozasan degani, men hech kimga avvalambor o'z boshimchalik bilan umuman bu preparatni tavsiya qilmayman. Не только Monjaroni, xuddi shu Ozempic, xuddi shu Trizetta, xuddi shu liniyadagi preparatlarni hech qaysi birini tavsiya qilmayman. Judayam iltimos, bilaman. Я и сама была полной, я знаю, что это нелегко. Nafs. Диета, слово диета я очень не люблю. Диета – это стресс для организма. Если вы сделаете стресс для организма, он не даст вам отдачу. Men ko'p yo'llarni tushuntirganman. Не диета, правильное питание, massaj, sport. Ko'p mijozlarim. Masalan, hozirgi kunda 6 ta patsientim bor, которые мы отказались от Monjaro. Ular o'zlari men Monjaro olaman, men qilaman. Monjaroni pulini hisobladik. 580, 540, 600 dollar hozirgi kunda. Shu Monjaroni pulini sport bilan massajga tikdik. Ishoning, 18 kilo bittasida, 12 kilo ikkinchisida rezultatlar bor. Monjarodan eng ko'p ozgani 8 kilo. Oxirgi mijozim keldi, 2 ta 7 ga chiqdi. 3 kilo. 2 oyda 3 kilo bu ni о чем degani bilmayman, men qarshiman. Men любой medikamentga без vrach nazoratisiz qarshiman.